Endi vazirlar va tarmoq rahbarlarini raqamlashtirishga mas'ul o'rinbosarlari bir vaqtning o'zida sohada sun'iy intellektni rivojlantirishga ham javob beradi. Shahar va tumanlarda ham hokimlarning raqamlashtirish va sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchi lavozimi kiritiladi. Shermatov hokimlarga kadrlar tayinlashga ko'maklashsin. Ushbu maslahatchilar nafaqat hokimlik, balki tuman tashkilotlari faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan raqamli yechimlarni joriy etadi. Sanoat, qishloq xo'jaligi va servis korxonalariga tannarxni kamaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish uchun sun'iy intellektni olib kiradi. Yoshlarni startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash va ularni tijoratlashtirishga mas'ul bo'ladi. Viloyat hokimlari ham chet eldan o'ziga sun'iy intellekt bo'yicha konsultant olib keladi. Barcha vazir va hokimlarga topshiriq bir oyda o'zidagi IT tizimlari tarkibida sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha ishlaydigan 4-5 kishilik bo'lim tashkil qilsin. Sohada tajribaga ega malakali mutaxassislarni ishga olib, ular samarali faoliyat yuritish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilsin. Ularni oldiga eng avvalo ish samaradorligini va xizmat sifatini oshirish, ortiqcha xarajat, yashirin iqtisodiyot va byurokratiyani qisqartirish kabi masalalarga sun'iy intellekt orqali yechim topish bo'yicha aniq vazifalar belgilab bersin. Shermatov Husaynov 2 oyda alohida onlayn platforma orqali tanlangan kadrlarni o'qitib, salohiyatini baholasin. Bunda yuqori ko'rsatishga erishgan xorijiy til biladigan, texnologik bilimi kuchli 100 nafar mutaxassisni AQSh, Yevropa, Singapur, Yaponiya davlatlariga 6 oylik kursga yuborsin. Vazirlarning sohaga mas'ul o'rinbosarlarini, tuman shahar hokimlari va ularning maslahatchilarini sun'iy intellekt bo'yicha o'qitsin. Shermatov keyingi yildan vazirlik va hududlarda sun'iy intellektni joriy etish holatini baholaydigan yangi reyting tizimini ishga tushirsin. 2 haftada sun'iy intellekt asosida ko'rsatiladigan davlat xizmatlari ulushini 10% ga olib chiqish bo'yicha vazirlar oldida aniq vazifa belgilab bersin. Kamida 70 ta xizmatlarda. Qo'chqori bir oyda strategik korxonalarni, operatsion xarajatlarni sun'iy intellekt orqali 10-15% ga qisqartirish bo'yicha tarmoq jadvallarini tasdiqlab ishlarini boshlasin.